Assalomu alaykum aziz do'stlar. Oylik tahlilimiz videosi mana xudo xolasa yozib olinadi va kanalimizga joylanadi. Telegram kanalida ham, YouTube kanalida ham kuzatuvchi bo'lib kuzatayotganlar albatta qo'llab-quvvatlashni ayamaysizlar degan umiddaman va endi kuzatayotganlar albatta kanalimizga obuna tugmasini bosib, kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham muhim. Har bitta chiqarilayotgan videolar shu berilayotgan ma'lumotlarim va shu ma'lumotlarim o'rnida darslik sifatida, bilim sifatida beriladi aziz do'stlar. Xo'p, birinchi qilinish kerak bo'lgan tahlilimiz bu Bitcoin. Hozir video yozib olingandi, bundan oldin ovoz yo'qolib qolgan. Shuning uchun videoni qaytib yozyapman aziz do'stlar. Mehnatimizni qadrlagan holatda videoni to'liq ko'rib chiqing, albatta manfaatli bo'ladi. Qani unda boshladik. Hozir bularni hammasi yozib olingan shakldagi qisqacha tushuntirib o'taman. Xo'p, bizda SMP divergensiya hosil bo'lyapti aziz do'stlar, mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak va RSI dagi holatni ham tushuntirib o'tdim. Mana xuddi shunday shakllanish paydo bo'lishi va bizda konsolidatsiya mana bu oraliqda 71,000 narx zonalarigacha Bitcoinni o'sishini kutishimiz va 16-iyun, 17-iyun sanalarida Amerikada FOMC, ya'ni Federal zaxiraning yig'ilishi bo'lib o'tadi va foiz stavkalarini qanchalik tushilmasligi haqida ham tushuntirib o'tdim. Bu mana bu yerda Smey Group'dan oldindan taxmin qilinayotgan holat, ya'ni 95% holatda stavka, ya'ni foiz stavkasi tushirilmaydi degan oldindan taxmin bor va mana shuni inobatga oladigan bo'lsak, bizda demak bozorda konsolidatsiya holatda, ya'ni bozor hech qanday reaksiya bermaydi, ya'ni pastga tushishga ham yuqoriga ko'tarilish uchun ham bir ijobiy ta'sir yo'q. Shunchaki o'zini holatda o'zgarishsiz qolishini ham misol bu ijobiy holat hisoblanadi. Shuning uchun biz qisqa muddatli mana shu koridorda 75,000 va 61,000 zonalarida biz Bitcoinning konsolidatsiya holatini ko'rishimiz mumkin. Bu deyarli 15-20 kun holatda. 17-18-iyun sanalarigacha bizda bir haftadan ortiqroq vaqt bor. Mana shu oraliqda Bitcoin o'zini qayta tiklanish ehtimolligi yuqoriroq bo'ladi. Demak, buni USDT dominansiyaga bog'lab tushuntirib o'tganman va o'tgan oydagi holatini aytib o'tamiz. Ya'ni mana o'tgan oydagi holati bo'yicha mana bu nuqtada, ya'ni asosan pullarni hammasi USDT ga aylantirilyapti va mana shunday prognoz kutilyapti degan ma'noda sizlarga tushuntirish oldindan berib o'tganman va bozordan chiqishni aytganman. Demak, xuddi shu holat va lekin endi bizga iyun oy holati bo'yicha mana bu koridor, ya'ni 948 va 685 oralig'ida endi narx harakatlanishi mana xuddi shunday holatda yuzaga keladi. Agar haqiqatdan ham yana bozor berish davom ettirmoqchi bo'lsa, sham mana bu yerda xuddi mana shunday impulsiv holatda yuqorida yopilishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda oylikdagi USDT dominansidagi shamlarni holatiga qaraydigan bo'lsak, bizda mana bu yerda resisting holati bor. Ya'ni bu birinchi, ikkinchi va uchinchi harakat xuddi mana bu holatdagidek va hozirgi holatida qisqacha, lekin bozor bizda ya'ni o'sish berish kerak, chunki har doim ham bozor tushib ketavermaydi. Qisqa muddat davomida o'zini qayta tiklab, keyin yana pastga tushish ehtimoligi bor. Shuni inobatga olgan holda hozir Bitcoinda 11% gacha o'sish kutilmoqda. Videoni qisqacha qilyapman, to'g'risi. Solanadagi holat, chunki mem coinlarda savdo qilaman asosan, shuning uchun tushuntirib o'taman. Uzoq muddat uchun ham olishga juda qulay. Mana bu yerda AMD modeli, ya'ni accumulation, manipulation, distribution holati bo'yicha Solanada men 63% lik o'sish kutmoqdaman-da, to'g'risi. Xo'p, mana shu zonadan reaksiya olinishi kerak. Mana bu yerda sweep qilinmagan, ya'ni mana bu sham tanasi bilan emas, soyasi bilan ichkarida yopilib berish kerak. Aslida 8 soat vaqt bor, shu holatda yopilish ehtimolligi bor. Xo'p, bu haftalikda, bu kunlikdagi holatda va biz kutamiz mana shu holatda o'sish ehtimolligi borligini. Xo'p, uzoqroq, ya'ni long term, ya'ni 3 oy 4 oy oralig'ida Bitcoinda nimalar kutilyapti? Bitcoinda ham, Solanada ham ko'p altcoinlardagi holat bir xil. Ya'ni
mana bunday tushishlar yakunlanadi va albatta hozir misol qisqa o'sishlar ham bo'ladi va qisqa o'sishlar davom etgandan keyin yana ham minimumlarga harakatlanish ehtimolligi bor, to'lishi mumkin va keyinchalik bu misol bizga prognozlarda qo'shimcha ma'lumot sifatida kiritiladi aziz do'stlar. Eng holati bo'yicha mana shunday qisqa harakatlar, ya'ni konsolidatsiya holatlarini ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bir haftadan keyin Xudo xolasa Telegram kanalida ham asosiy ma'lumotlarni berib o'taman. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang aziz do'stlar. Haftada misol 2 ta 3 ta qisqa videolar qilinib, tushunchalar berib boriladi. Aktivni ko'tarishimiz kerak. Mana shu o'rinda aziz do'stlar, bugungi videomiz yakunlanadi. Barchangizga tomosha uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.